Rossiya endi urushda ustun emas – Zelenskiy. Moskvada o'zbekistonlik, qirg'iz va tojik migrantlar tahqirlandi. Rossiya Telegram asoschisi Pavel Durovni xalqaro qidiruvga berdi. AQSh va Saudiya Eronga yaqin guruhlarga zarba berdi. Rossiya endi urushda ustun emas – Zelenskiy. Urushdagi vaziyat o'zgardimi? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya jang maydonida tashabbusni boy berganini ma'lum qildi. Fox News telekanaliga bergan intervyusida u Ukrainada harbiy texnologiyalar ishlab chiqarayotgan 500 ga yaqin kompaniya faoliyat yuritayotganini aytdi. Zelenskiyga ko'ra, zamonaviy dronlar va yuqori aniqlikdagi qurollar Ukraina kuchlariga ustunlik berayotgan bo'lsa, Rossiya har oy taxminan 30 ming nafar harbiysini yo'qotmoqda. Uning ta'kidlashicha, Kiyev har kuni o't ochishni to'xtatish va muzokaralarni boshlashni taklif qilmoqda, ammo Kreml bunga rozi bo'lmayapti. Shuningdek, Zelenskiy Ukraina endi Rossiya hududi va anneksiya qilingan Qrimdagi harbiy obyektlarga uzoq masofadan zarba berish imkoniyatini kengaytirganini ham ma'lum qildi. Bu bayonotlar Zelenskiyning AQSh prezidenti Donald Tramp bilan Vashingtondagi uchrashuvidan so'ng yangradi. Tomonlar harbiy hamkorlik, patriotizmlari va urushni diplomatik yo'l bilan yakunlash masalasini muhokama qildi. Moskvada o'zbekistonlik, qirg'iz va tojik migrantlar tahqirlandi. Moskvada mehnat muhojirlari bilan bog'liq navbatdagi bahsli voqea yuz berdi. Kun.uzga kelib tushgan murojaatga ko'ra 27-iyul kuni Moskva shahridagi qurilish maydonlaridan biriga kuch ishlatar organlar xodimlari kelgan va ish joyini to'xtatgan. Murojaat muallifining aytishicha, avval O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan bo'lgan migrantlar bir joyga yig'ilgan. So'ng ular hujjatlarni tekshirilishidan oldin cho'kkalab yurishga majbur qilingan. Keyinchalik hujjat tekshirilganda ularning barchasi joyida ekanligi aniqlangan. Guvohning ta'kidlashicha, voqea kunduzi ishchilar odatdagi mehnatini davom ettirayotgan paytda sodir bo'lgan. U migrantlar o'zlarini hech qanday qonunbuzarlik qilmagan bo'lsa-da tahqirlanganini bildirgan. Hozircha Rossiya rasmiy idoralari ushbu holat yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Rossiya Telegram asoschisi Pavel Durovni xalqaro qidiruvga berdi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Telegram asoschisi Pavel Durovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va u xalqaro qidiruvga berilganini ma'lum qildi. Federal xavfsizlik xizmati xabariga ko'ra, Durov Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni terrorchilik faoliyatiga ko'maklashish bo'yicha ayblanmoqda. Idora bu ayblovni Ukraina maxsus xizmatlari Telegramdagi Dayvinchik chat-boti orqali rossiyalik yoshlarni diversiya va terrorchilik harakatlariga jalb qilgani haqidagi jinoyat ishi bilan bog'lamoqda. Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2025-yil iyulidan buyon Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda 12 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan 46 nafar Rossiya fuqarosi qo'lga olingan. Tergov iddaosiga ko'ra, ular aynan ushbu chat-bot orqali yo'llangan. Rossiya tomoni Telegram ma'muriyati taqiqlagan deb topilgan chat-botni o'chirmaganini ham da'vo qilmoqda. Agar aybi tasdiqlansa, Pavel Durov 8 yildan 15 yilgacha yoki umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi kutishi mumkin. Hozircha Pavel Durov yoki Telegram kompaniyasi ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirmagan. AQSh va Saudiya Eronga yaqin guruhlarga zarba berdi. Yaqin Sharqda keskinlik yana kuchaymoqda. AQSh harbiylari Saudiya Arabistoni bilan birgalikda Iroq hududlarida Eron qo'llab-quvvatlaydigan qurolli guruhlar nishonlariga aniq havo zarbalari berganini ma'lum qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi bayonotiga ko'ra, operatsiya AQSh kuchlari va Saudiya neft infratuzilmasiga uyushtirilgan dron hujumlariga javoban amalga oshirilgan. Zarbalar qurol omborlari va logistika omborlariga qaratilgani bildirilmoqda. Reuters xabariga ko'ra, hujum oqibatida Eron bilan yaqin aloqador qurolli guruhlarning kamida 20 a'zosi halok bo'lgan, yana 32 kishi yaralangan. Bu voqea AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar boshi berib ko'chaga kirgani ortidan sodir bo'ldi. Mintaqadagi yangi keskinlik jahon bozorlariga ham ta'sir ko'rsatib, neft narxlarining oshishiga sabab bo'ldi. Yaqin Sharqdagi vaziyat tobora murakkablashmoqda va xalqaro hamjamiyat mojaro yanada kengayib ketishidan xavotir bildirmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.